akalar Sharxon tumanida ishlayapmiz. Mana buzishgan ekan ustakalarimiz. Shuni ikkigasini otib berisham dogovorida bor ekan. Buni bizni chaqirishdi. Xolos chiroyli qilib otib beramiz. Istiboqlab oldik. Yuqray bilan yuqray. Bu yerda bir 25 metrdan 50 metr joyda. Mana bu yerda ochib ketdik. Tagidan pishirgichlar chiqdi. Shuni terib olishdi. Betoni qoldi bu yerda. Bu tomonni ochib oldik. Endi u tomonni shunday qilib ochish kerak. Shunga ustakalar chaqirgan. Chiroyli qilib ochib beryapmiz. Bu yerlarni mana ochdik. Xo'lasa devorga uyun otiladi. Shunga beton qo'yilar ekan. Ochyapmiz. Ishimizni yakunlanib qolaverdi. Ustiga tashlayapmiz. İşte yakunladik.